Assalomu alaykum hurmatli Ustixon baraka uylarida obunachilar. Bugun biz aynan Metan shaharchasidagi metanliklar diqqatiga, ya'ni Metan shaharchasi Chimqo'rg'on mahallasiga tashrif buyurdik. Yo'lni yoqasi ko'rib turganingizdek, glavniy trassa. Bu tomonimiz katta ob'yomli, ya'ni 10 sotikdan ziyodroq joyga barpo qilingan skladimiz, ya'ni tayyor turar joyga ega, dokumenti noturar emas, turar joyga ega katta ob'yomli skladimizda tayyor xonalar bilan, yashash xonalari bilan ko'rsatib o'tamiz. Birin-ketinlikda bismillah deymiz. Ko'rib turganingizdek, agrot qismlarimiz ham bor, mevali daraxtlar ekilgan. Endi bitta chiroyli remontchasi anchadan beri bu yerga hech kim tashrif buyurmagan, o'shaning uchun holatlari ko'rib turganingizdek o'rtacha normal holatda turibdi. Chiroyli borkachasini qilib olsalaringiz, xo'p, endi chiroqlari ham bor ekan. Katta kengish xonalar, yashash sharoitiga ega. Bu yerda kalitini yo'q deyishdi. Bu ham endi katta xona ekan. Mana bu ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, tashqariga chiqamiz. Tashqaridan bu tomonimiz sanuzel, ya'ni ko'rsatib o'tib keting, endi korobka holatda hamon. Mana bu yerga kanalizatsiyalargacha chiroyli qilib qo'yibdi. Bu yer endi bitmagan ekan, pol bitmagan deyishdi. Suvoqda katta ob'yomli xona. Xo'p, bunisi bu ham oshxona ekan. Remontlari endi 100% bitmasa ham, bu yoqda endi hojatxonasi joylashgan ekan. 100% bitmasa ham remont masalalari 70% bitgan. 30% qolgan. Endi mana bu yer glavniy joyimiz, ya'ni ko'rib turganingizdek katta ob'yomli 10 metrga 35 metrlik katta sklad, ya'ni mayiz taxlab o'sha mayiz yetkazib beradigan skladimiz. Va ko'rib turganingizdek yo'lning yoqasida joylashgan, evaziga furalarimiz ham bemalol qiynalmasdan xolasa bu yoqdan, xolasa mana bu yerda ko'cha tomonga darcha qo'yilgan, darcha tomondan kelib bemalol olib chiqib ketiladi. Xonalar ko'pligining soniga evaziga bemalol ishchilaringiz qolib, istiqomat qilib, pishir kuydirgan chiroqlar hammasi yashash sharoitiga ega joyimiz. Biznesini qayta yana rivojlantiraman yoki o'sha mayiz sohasini dagi 10-15 yillik tajribaga ega biznesmen akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, tayyor joy olib ishlatsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlar hujjat bo'yicha, lokatsiya bo'yicha va narx-navo bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, Ustixon barakali uylar nomidan chiqdik desanglar, kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz deyishdi akaxonimiz. O'shaning uchun bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntiramiz. Metan shaharchasidan kelaverishda Chimqo'rg'on mahallasi, To'pordan o'tganda Chimqo'rg'on bilan birlashgan joyda, yo'l yuzida joylashgan umumiy 10 sotikdan ziyod turar joyimiz, ya'ni turar skladimiz video obzorini e'tiborlarga havola qildik. Bizda ko'prog'ini kuting va biz izlanishda davom etamiz. Ketdik.